Bo'ston tumanidagi ishlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Arka tarnovlarni ham qo'yib bo'ldik. Ustilari ham ponni. Bo'tdi, xudo xolasa 100%. Tomimiz bo'tdi, Xudoga shukr. E'tibor beringlar mana. Nihoyatda ishlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xudo xolasa endi hoji akani duosini olsak bo'ldi. Shunaqa sifatli xizmat ko'rsatamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Shunaqa mana chiroyli va sifatli tomlarni yopib beramiz, xudo xolasa.